Mavzuyimiz hosilaning geometrik va mexanik yoki fizik ma'nolari. Shu anaqalarga to'xtalib o'tamiz. Hosila qani geometrik jihatdan nimani bildiradi? Bizda demak fx funksiya x0 nuqtada hosilaga ega bo'lsin. Bizning hosilasi bor. Xo'p, shu nuqtadagi hosilasi bizda ma'no jihatdan quyidagi narsani bildiradi. Shu funksiyani o'sha x0 nuqtasida urinma o'tkazsak, x0 nuqtasi deganda albatta x0 va fx0 nuqtadan o'tadigan urinma o'tkazsak, shu urinmaning burchak koeffitsiyenti, ya'ni ox o'qi bilan hosil qilgan ox o'qining musbat yo'nalishi bilan hosil qilgan burchakning tanginisi burchak koeffitsiyenti deyiladi. Shu burchak koeffitsiyenti shu funksiyaning x0 nuqtadagi hosilasiga teng ekan. Va mana shu narsa funksiya hosilasining geometrik ma'nosini ifodalaydi. Xo'p, va xuddi shu joyida funksiyani birorta nuqtada o'tkazilgan urinmasi yoki normal tenglamalarini ham berib ketishimiz mumkin. Urinma tenglamasi qanaqa bo'ladi? Y minus y0 barobar f dan hosila x0 ko'paytirilgan x minus x0 ko'rinishida topiladi. Va normal tenglamasi esa shunga o'xshash, faqat buni farqi minus 1 taqsim f' x0 bo'ladi. F' x0 o'rniga, chunki ikkalasi urinma bilan normal bir-biriga perpendikulyar. Perpendikulyar chiziqlarda burchak koeffitsiyentlar ko'paytmasi minus 1 ga teng bo'lishi kerak, bilamiz buni. O'sha formulaga ko'ra haqiqatdan buni tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. Hosilasini burchak koeffitsiyent hosila bunda. Bunda esa burchak koeffitsiyent minus 1 taqsim hosila ekan. Ko'paytmasi minusdan 1 ga teng ekan. Xo'p, mana bunda ellips berilgan. Mana shu ellipsni x kvadrat taqsim 16 plus y kvadrat taqsim 12 barobar 1 ko'rib turibmiz. X kvadratni maxrajdagi son kattaroq, shuning uchun gorizontal ellips. Shu ellipsni 2-3 nuqtasida o'tkazilgan urinmasini topishimiz kerak. Endi 2 urinma va normal tenglamasini topishimiz kerak. Endi 2 3 degan nuqtalarimiz bizda qanaqa bo'ladi? Haqiqatan tekshirib ko'rsak, 2 ning kvadrati 3 ning kvadratini qo'yib, bu 1 ga teng bo'ladi. Bunda shubha yo'q. 1 ga teng bo'ldi degani bu ellipsni ustida yotadigan nuqta degani. Endi har holda nuqta berilganda ellipsni ustida yotadigan nuqtani berish kerak. Chunki chiziqni ustidan boshqa nuqtani berib, shu nuqtadan urinma o'tkazing desa, chiziqqa bu nuqtadan ko'proq urinma o'tkazish ham mumkin bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'sha funksiya grafigini ustidagi nuqta beriladi. Endi demak, funksiya hosilasi topiladi. Mana bu yerda oshkor emas funksiya hosilasi topilgan va undan keyin y' topib qo'yib, hosilasini o'sha nuqtadagi qiymati topilgan. Undan keyin esa nuqtaning urinma va normal tenglamasi o'sha formulalarga qo'yilgan. Yuqoridagi formulalar x minus x y minus y0, y0 o'rnida 3, x0 o'rnida 2 kelyapti bizda. Barobar mana hosilasi f' x0 deganimiz minus 1 taqsim 2 edi. Mana bu yerda topilgan edi. Ko'paytirilgan x minus x0 qavsida. Qavsni ochib soddalashtiradigan bo'lsak, x plus 2y minus 8 barobar 0. Bu esa bizda nimani beradi? Urinma tenglamasi. Normal tenglamasi esa quyidagicha. Mana y minus 3 y0 barobar minus 1 taqsim f' x0 edi. Minus 1 taqsim 2 ni yozadigan bo'lsak, bu 2 ga teng bo'ladi. 2 ko'paytirilgan qavsida x minus x0. Yoki qavsni ochib hamma ifodalarni bir tomonga o'tkazsak, 2x minus y minus 1 barobar 0 degan tenglama hosil bo'ladi. Demak, biz izlayotgan urinma tenglamasi x plus 2y minus 8 barobar 0. Normal tenglamasi esa 2x minus y minus 1 barobar 0 ekan. Va bu ikkita to'g'ri chiziqlarimiz ko'rib turibmiz. Ikkalasi ham to'g'ri chiziq tenglamasi. To'g'ri chiziqlarimiz albatta mana bu 2 3 degan nuqtada kesishadi. Haqiqatan tekshirib ko'rishlaringiz mumkin. 2 va 3 nuqtalarni qo'yib, ikkalasi ham shu nuqtadan o'tadi. Ikkinchidan, ikkala chiziqni burchak koeffitsiyentlarini topib, xullas ikkita to'g'ri chiziq orasidagi burchak formulasidan foydalanadigan bo'lsak, 90 gradus chiqadi. Ya'ni urinmaga perpendikulyar bo'lgan chiziq normal
chiziq deyilgani uchun ikkalasi bir-biri bilan 90 gradusda kesishadi. Endi keyingisi mana bu ikkita funksiya berilsa, birorta nuqtada kesishuvchi albatta. Endi masalan, ikkita funksiya berilgan mana bu yerda ham f1 va f2 va shu ikkita funksiyani x0 nuqtada kesishadigan funksiyalar berilgan. Shu x0 nuqtadagi demak kesishidan hosil bo'lgan burchakning tangenusini topish mumkin ekan. Tangens o'sha tangens alfa minus beta ni formulasiga o'xshash. Tangens beta minus tangens alfa taqsim 1 plus tangens alfa tangens beta degan formulaga qo'yib, shu formula yordamida biz ikkita to'g'ri chiziq orasidagi ikkita umuman chiziqlar urinmalar orasidagi burchak deganda biz o'sha ikkita chiziq orasidagi burchakni nazarda tutamiz yoki ikkita chiziq orasidagi burchakni toping desa biz hattoki y chiziq bo'lsa ham uni urinmalari orasidagi burchakni nazarda tutamiz va mana shu formula bilan topamiz. Endi mana bu yerda ikkita chiziq berilgan. Bittasi y barobar x kvadrat minus 4 taqsim x, bittasi y barobar 2 minus x. Orasidagi burchakni topishimiz kerak. Nima qilamiz? Birinchidan ikkalasini tenglashtirib kesish nuqtasi topib olinadi. Kesish nuqtasini ikkalasini tenglashtirib kvadrat tenglama bo'ladi. Yechsak, ikkita nuqta chiqar ekan, -1 bilan 2 degan x0 ga. Ikkalasini ham ikkita ixtiyoriy birorta funksiyaga borib qo'yadigan bo'lsak, 3 va 0 lari bu y-laridan hosil bo'lgan sonlar. Demak, -1 3 va 2 0 degan nuqtalar chiqadi. Endi shu ikkita nuqtalarni biz olib borib funksiyani hosilalarini topamizda, ikkala funksiyani ham hosilasini topib, mana birinchi funksiyadan kasr bo'yicha hosila olamiz. Mana hosila olingan. Ikkinchi funksiya chiziqli funksiya, hosilasi minusdan 1 ga teng. Ikkala funksiyani ham A nuqtadagi qiymatini hisoblaymiz hosilalarining va B nuqtadagi hosilalarning qiymatini hisoblaymiz. Va A nuqtadagi burchak tangenusini hisoblasak, biz mana bu formuladan foydalanib hisoblaymiz quyidagicha. Demak, shu yerda tangenusni topadigan bo'lsak, burchakning o'zini topadigan bo'lsak, arktangenus 3 taqsim 2 bo'lib qoladi. Xuddi shu singari B nuqtadagini ham topishimiz mumkin. Bu B nuqtadagisi demak 3 ga teng ekan, ya'ni fi burchagimiz fi2 bilan belgilangan arktangenus 3 ga teng ekan. Mana shu holatda demak biz orasidagi ikkita chiziq orasidagi burchakni, ya'ni ikkita chiziqlar kesish nuqtasiga o'tkazilgan urinmalar orasidagi burchakni topishimiz mumkin. Keyingisi mexanik ma'nosi qanaqa ekan? Xo'p, demak bizda harakat tenglamasi, vaqtga doir, vaqtga bog'liq harakat tenglamasi s, ya'ni yo'l tenglamasi berilgan bo'lsa, shu harakat tenglamasidan vaqt bo'yicha bir marta hosila bu tezlik tenglamasini berar ekan. Va tezlik tenglamasidan yana bir marta hosila esa, ya'ni yuqori tartibli hosilaga to'g'ri kelyapmiz. Bu harakat tenglamasidan 2 marta hosila yoki tezlik tenglamasidan bir marta hosila bu moddiy nuqtaning tezlanish tenglamasini berar ekan. Vaqtga bog'liq bo'ladi har holda. Endi o'zi umuman nimadir jarayon funksiya yordamida foydalansa, bir marta vaqt bo'yicha hosila bu o'sha jarayonni ro'y berish tezligini ifodalaydi. Mana shu narsa bu o'sha jarayonning hosilaning demak o'sha jarayonga fizik ma'nosini bildirar ekan. Masalan, bu yerda biz massasi berilgan jismni tezlik tenglamasi umuman harakat tenglamasi berilgan s barobar yo'l tenglamasi ln 1 plus t kub, ya'ni logaritmik funksiya yordamida harakatlanar ekan. Xo'p, shu jismni 2 sekund o'tgandan keyingi kinetik energiyasini toping degan. Kinetik energiyani bilamiz. Massa ko'paytirilgan tezlik kvadrat taqsim 2 ga teng. O'sha formulaga kelish uchun bizda birinchi tezlik tenglamasi kerak. Tezlik tenglamasi uchun biz bundan s funksiyadan hosila olamiz. Murakkab funksiya bo'lgani uchun birinchi ln dan hosila 1 taqsim o'sha funksiya ko'paytirilgan, keyin ichkaridan hosila olishimiz kerak. Ichkaridan hosila 1 ning hosilasi 0, t ning kubini kelsa 3 t ning kvadrati. Hosila shunga teng.
Va shunga ikki nuqtani qo'yamiz. Chunki 2 sekundda, ikkinchi sekunddagi deganida 2 sekundni qo'ysak 4/3 chiqadi. Demak, jism ikkinchi sekundda 4/3 degan tezlikka erishdi. Endi bu e, tezligimiz demak metr taqsim sekund kvadratda. Va undan keyin biz formuladan foydalanib massa berilgan edi 27, ko'paytirilgan tezligi 4/3 kvadrati taqsim 2 ga qo'yadigan bo'lsak, 4 kvadrati 16 bo'lib 2 bilan qisqarib ketadi. 27 bilan 3 kvadrati 9 bo'lib bilan qisqarib ketadi-da, bizda 24 chiqargan. Va bilamiz, energiya joulda hisoblanadi. Va massasi 27 kilogramm bo'lgan mana shu S barobar ln 1 plus t ning kubi qonun bo'yicha harakatlanayotgan jismning ikkinchi sekunddagi tezlik kinetik energiyasi 24 joulga teng ekan. Va mana bu yerda misollar berilgan bizda umuman fizik ma'nosi, geometrik va fizik ma'nosiga doir. Mana bu misollar demak talabalarga mustaqil ishlash uchun vazifa bo'ladi. Shu bilan darsimizni yakunlaymiz.